Menda 5 ta Chempionlar Ligasi bor. Sizda 2 ta bo'lsa, menda 5 ta. 5 ta. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun futbol dunyosidagi o'tgan hafta davomida bo'lib o'tgan yangiliklar haqida gaplashamiz. Menimcha futbol muxlislari uchun eng yorqin haftalardan biri bo'lib o'tdi. Real Mourinhoni yana qaytarmoqchi va hozirda Perez bunga jiddiy yondashayotgandek. Arbeloa unchalik yaxshi natijalar ko'rsata olmaganligi sababli Real yozda yangi murabbiy olib kelish kutilmoqda va ayni damda asosiy nomzodlar Klopp va Mourinho. Ammo AS nashrining xabar berishicha, Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishni xohlayotgani aytilgan. Agar bu xabar o'z tasdig'ini topsa, Mourinhoning Madridga qaytishi yanada aniqlashishi mumkin. Jose sen 3 yil ichida eng yaxshi holatda bitta La Liga, ikkita Copa del Rey va bitta Ispaniya Superkubogini qo'lga kiritdik. Real Madrid murabbiy sifatida muvaffaqiyat qozona oldim deb o'ylaysan? O'sha mashhur qog'ozim bo'yicha javob ber. Men har doim qaysidir jurnalist mana shu qog'ozimni chiqarishga majbur qiladigan savol beradi deb kutib kelayotgan. Rekordli ochkolar bilan La Ligadagi chempionlik bu meniki. Buni tarixdan o'chirishni istashim, lekin bu qo'lingdan kelmaydi. Copa del Rey'siz o'tgan 20 yil. Sababi uni yutish oson emas. Va biz 20 yillik pauzadan keyin Kopani qo'lga kiritdik. Buni ham o'chira olmaysiz. Superkubok esa kichkina sovg'a. Lekin 3 marta ketma-ket Chempionlar Ligasi yarim finallari. Birinchidan bu natijalar mening egomga ta'sir o'tkazmaydi. Ikkinchidan bu natijalar meni qoniqtirmagan. Shu narsani aniq qilib olaylik. Lekin o'sha 3 ta yarim finallarga oson chiqilgan deb o'ylamaslik kerak. Bu nega oson bo'lmaganini sizlarga tushuntiraman. Sababi John Tosha, Di Stefano, Antic, Ben Hacker, Benito Floro, Arseni, Fabio Capello, Heinkes, Hiddink, Del Bosque, Queiroz, Camacho, Garcia Ramon, Vanderlei Luxemburgo, Lopez Caro va yana qaytadan Fabio Capello, Juan de Ramos, Schuster va Pellegrini. 18 ta murabbiy, 21 yil ichida 5 ta Chempionlar Ligasi yarim finali. Siz aytayotgan yomon Mourinho bilan 3 yil ichida 3 marta Chempionlar Ligasi yarim finali. Qog'ozimni beraymi? Ha, Mourinho ta'kidlab o'tganidek, u so'nggi yillarda Real Madridni boshqargan murabbiylar orasida eng yuqori g'alabalar ko'rsatkichini qayd etgan. Luka Modric Juventusga qarshi bo'lib o'tgan uchrashuvda Locatelli bilan to'qnashuvdan keyin yonoq suyaklarini sindirib olgan. Chiqayotgan xabarlarga ko'ra, Modric mavsumning qolgan qismini o'tkazib yuboradi. Shu bilan biz Lukani Jahon chempionatida ko'ramiz. O'zbekiston Superligasida Neftchi yana peshqadamga aylanib oldi. Bunda albatta Nasafning ham hissasi katta. Nasaf poytaxtda Paxtakorning g'alaba qozonishiga yo'l qo'ymadi va Neftchi bo'lsa, vaziyatdan maksimal tarzda foydalanib, Qo'qon 1912 ustidan 4-0 hisobida g'alaba qozondi. Ronaldo o'zining 970-golni urgan bahsda Al Nassr ta'qibchilaridan biri Al Ahlini 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Ronaldoning sobiq jamoadoshi Demiral esa Komun unga nisbatan ishlatgan foli uchun hakamdan qizil kartochka so'radi va bu katta janjalga aylanib ketdi. Ronaldo Demiralni bir necha bor tinchlantirishga harakat qildi. Hattoki Al Nassr muxlislari tribunadan Demiralga va Al Ahli futbolchilariga har xil buyumlarni uloqtirayotgan bir paytda Ronaldo muxlislarni buyumlarni uloqtirmaslikka chaqiradi. O'yin yakunida esa Demiral Osiyo Chempionlar Ligasi medali bilan Al Nassr muxlislarining jig'iga tegishni boshladi. O'yindan so'ng Ronaldo ham o'zining o'yin haqidagi fikrlarini bildirib o'tdi. O'ylaymanki, bu liga uchun yaxshi emas. Hammaning shikoyat qilishi. Bu futbol shunchaki urush emas. Biz bilamiz kurashishimiz kerakligini, lekin bu hamma narsa ham mumkin degani emas. Juda yomon narsalar ko'ryapman. Futbolchilar shikoyat qilishyapti. Instagram va Facebookga postlar joylashyapti. Referilar, hakamlar haqida gapirishyapti. O'ylaymanki, bu yaxshi emas. Biz o'rnak bo'lishimiz kerak, nafaqat bu yerda, balki Yevropada ham. Tahlil qilishimiz kerak va buni SPL bilan gapirishni to'xtatishimiz kerak. Chunki men uchun bu futbol emas. Shu tariqa Abduqodir Husanov yana bir bor City'ning aprel oyining eng yaxshi futbolchilari ro'yxatiga kirdi. Ammo qayerdadir xato qildikmi? Niko eng yaxshi deb topildi. Albatta hazil. Ammo may oyida Husanovdan yanada yaxshi o'yinlarni kutib qolamiz.
Haftaning eng asosiy voqealaridan biri bu Chempionlar Ligasining yarim final uchrashuvlariga start berilgani va bir-biriga yaqin jamoalarning to'qnashuvlari bo'ldi. Bu ikki o'yin esa bizga hozirgi futboldagi hujum va himoyaning pik darajasini ko'rsatib berdi. PSG o'z uyida myunxenliklarni 5-4 hisobida yengdi. O'yin shu darajada yorqin bo'lganligidan o'yindan keyin murabbiylar hattoki bir-birlariga hazil ham qilishdi. Sen meni joyimda eding, ha? Senga yoqdimi? Yo'q. Yo'q, yoqmadi. Umuman yoqmadi. Atletico va Arsenal uchrashuvi esa durang bilan yakunlandi va himoyachilar o'zlarini ko'rsatishdi. Ikki o'yinda ham hali hech narsa hal bo'lmadi va barchasi javob o'yinlariga qoldi. Shu bilan ko'rsatuvimiz ham yakunlanmoqda. Mana bu futbolchini kimligini toping va javobingizni izohlarda yozib qoldiring va ko'rsatuv haqidagi fikrlaringizni ham kutib qolamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.